boshlandi. Dostonbek xush kelibsiz. Ketdik, kesaverasiz, men tushuntiraman. Boringizga shukur. Dostonbek 1 kilo go'sht kesib qo'ysalar 50 million shatda o'zida mana. Sira cho'nta-po'nta savosiz ham mayli. Nargizaxon tortlari yilda boshidan 2025-yilda ikkita homiylikda o'rniga 30 million so'm bizga homiylikka qo'shildi. Shu sababdan har bir homiylikka 25 milliondan pul, ya'ni 50 million so'mlik o'yin va'da qildik. Yutib olsalar 50 million so'm o'zida qoladi. Dostonbek omadsiz yor bo'lsin. Nima deysiz o'rta? Ko'p bo'lsa olib tashing, kam bo'lsa qo'shib tashing. Yaxshilab videoni oxirigacha ko'ramiz. Dostonbek do'stimizga omadlar tilaymiz. Shu o'rinda aytib o'tamiz, Yormazor go'sht markazida kim homiylikka qo'shilsa, shu kunning o'zidayoq 20 million so'mlik o'yinga start beramiz. Go'sht kes olsalar 20 million so'm beramiz, ketishaveradi. Agarda birdaniga ikkita homiylikka qo'shilsa 50 million so'mlik pul taklif qilamiz. Bormi Dostonbek? Ko'payib ketsa o'z ayting. Nima deysizlar akalar? Xolis fikr. Dilshodjon nima deysiz? Jicha ko'pmi Dostonbek? Kesishingiz kerak do'stim. 50 million so'mga 50 millionlik prasmotrli video. Shoshilmasdan Dostonbek. Chich uchirib qo'yasizmi bundan, ha? Xudoga tavakkal. Birga bir Dostonbek. Yaxshi 50 million g'olibi bor. Birinchi g'olib katta summali 2025-yilda. Yaxshi do'stlar.